المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. İmanın takazzası dersimizin ikinci kısmında imanın takazzası bizden şunu talep kıldı ki zulümge karşı duruş, nim bo'lishdan qat'iy nazar zalim taraf tutulmaslik, mazlum bilan birga bo'lish. Diktator ve zalimlardan uzak duruş. Şundaqla en ashaddiy düşmanımız bo'lgan bosqinchi, tajovuzchi, vahshiy Xitoy kommunist, kamnamus, numussiz zalime karşı duruş, ona mail olmaslık. Allah Teala ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar ve ma lekum min dunillahi min evliya'a thumma la tunsarun dedi. Sure Hud'un 113. ayetinde. Ey müminler, sizler imanınızda rastçıl olsanlar, men musulman, men mümin deydiği işiniz bolsa, zalimlarga qilchi mayil olmanglar. Ular namert, ulardan ko'rigidan o'tmanglar, ularning ko'rigidan. Ular namert, vicdansız, ularning suvlarini tanlagan taqdirda ichib solmanglar. Özünün düşmanı olan tecavüzçılığa mail olmanglar. Mail olsanız ne bo'ladi dese fetemessekumun nar. Muş dünyada muharlık qalasizlar. Ahiretki bağa vaqtinizda tehsilerini devzakning o'ti tutadi. Ve ma lekum min dunillah. Sizlarga Allah tarafidan hech qanday bir yordamchi bo'lmaydi. Ega bo'lgan egimi bo'lmaydi. Fımmalatun sarun sile bu dünyada ve ahirette kat'i Allah'ın nusreti erişemezler dedi. Sile bir taraftan bizni besib aldı, bizni tecavüz kıldı, namusumuzni çeyledi, zeminimizni besib aldı deysizler. Ama kalbi kıblanla yani Beijing'e qartığılık. Huyonglar Xitoynikiga o'xshash. Adab axloqinglar Xitoynikidan farqi yo'q. İşte o'g'chiga amroq degandek, davomli sizlar shularning adab axloqi, shularning fikri, shularning tasavvuri bilan tasavvur qildigandir. O'ylasimi shu Xitoyning tasavvuri bilan o'ylaydigan. Xitoyni shaxsiyatchi deymiz. Biz mümin turib, bizmi shaxsiyatchi? Hasadxo'r deymiz, bizda hasad bor. Qizil ko'zlik deymiz, bizda qizil ko'zlik bor. Qizil ko'zlik ko'rolmaslik veya o'zi qilolmaslik qilay deb bel bog'laganlarga tumanning bo'xtonimiz bordir degandek adxat qo'yarman. Shuning uchun sizlar zalimga mail olsanlar, dünya ve ahirette sizler kutlanmaysizlar dedi Allah. Zalimga mail olsanlar, Allah'ın yardım sizler kelmeydi. Sizler özünün imanına karşı iş kılgan bolsizlar. İmanın takazzası zalime karşı duruş. Zalimga mail olmaslık. Onun için sizler bir zalimden qutulman deydigansizlar, şu zalimning so'zi, harakati, axloqi, fikri, tasavvuri sizlardan uzak bo'lish lozim. Mandaqchilib aytganda, ya'ni ey Uyg'ur musulmonlari, Xitoydan iborat tajovuzchidan, Xitoydan iborat sizlarga zulm qilgan zolimdan, mustabiddan qutulman desanglar, uningga fikri cihette, zihni cihette, fiili cihette, söz ve hareket cihette, ahlak cihette qattiq o'xshamanglar.
mayil olmağına. Siz ulardan en adres, ulardan açık so'zlardan kechamisanlar. Ularning her xil doğru dermanlardan kechamisanlar. Ularning jipek rahlardan kechamisanlar. Ulardan echiqib paydaldigan mallardan kechamisanlar. Sizlarga hurriyat nerede bo'lsin? O müminlik, iman nerede bo'lsin? Shuning uchun Xitoydan qutulaman deyotgansizlar, Xitoylashgan huyinglardan qutulishing lozim avval. Sizlarni besib olgan Xitoy zihniyatidan qutulishing lozim. Xitoy fikr tasavvuridan qutulishing lozim. Zolimga mayil olmang degani shu. Alloh taolo yana Muhammad alayhisolamga İzâ lâzaqnâke di'fel hayâti ve di'fel memâti thumma lâ tecidu leke aleyna nasira dedi. 75. ayet. Sure İsra'nın. Eğer sen iyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zalimge mayil olduğun bolsan, sana biz hayatlık ve mamatlıkның harlığını tetkikan bolattık. Enindin keyin sana bir yardımcı tapamaytın dedi Allah. Yani demek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'daki bir peygamber mi Allah? Zalim taraf tutulmaslık, zalimge mayil olmaslık, zalimi karşı duruş. Eğer şundak bir iş navada Muhammed Aleyhisselam'dan ibaret bir peygamber tepilip kalsın mı? Allah Teala onunla hayatı dünya harlık bir yerde kallıktı. Hayatlık ve mamatlıkның zilletini, zafiyetini, acizliğini, kulluğunu bir yerde kaldık. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Andinkin siz bizge karşı hiç kandak bir yardımcı tapamaytınız deyip Allah Subhanahu ve Teala agalandırıvatıdı. Yani Muhammed Aleyhisselam'daki bir peygamber numu zalim taraf turup kalsa, zalimge mayil olsa azap kaldırılığını dünya ve ahirette. Allah Subhanahu ve Teala uqtırıvatıdı. Onun için imanның taqazzalarından bir şu ki zalim müstebitliğe karşı duruş, olarga qat'iy mayil olmaslık. Şuna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Afdalul cihadi kelimetul hak inde sultanin cair. Cihatның en ebzili, cihatның en çiksi, inkılapның, küreşның en yaxşısı, çempiyonu zalim padişaha haq gap qilish. Zalim padişah aldıda baş egmeslik. Biz insaniyet tarihi qaraydigan bo'lsak, insaniyetning ana tarihi bo'lgan İslamiyet tarihi qaraydigan bo'lsak, Kur'an-ı Kerim'de nurgun inkılapçı mücahitlarının, kahramanlarının tarihini sözleydi Kur'an. Bunun birisi Firavun'a karşı çıkan Musa Aleyhisselam bilen musabakaga tushgan Firavunning terbiyelagan sihir jadigarlari. Musa Aleyhisselatü Vesselam bilen karşılaşıp meydana tushgandan keyin Musa Aleyhisselatü Vesselamga Allah mo'jiza berib, Firavunning sihir jadigarlik qilmishlarini yutib etdi. Yutib etgan chaqda o ügütülgen sihir jadigarlikdan ma'lumoti var sihir jadigarlar Amenna bi Rabbil alemin dedi hemiz o'xshashlar bir vaqtda. Biz hemmimiz alemlerning Rabbi bo'lgan Allohga iymon etdik. Firavun sen yolg'onchi ekansa, sen bo'lsang iloh emaskansa deb birdeklashna dedi. Degandikan qala Firavunu amantum bihi qabla an adana lakum İnnehu lekebirukum allazi allamakumus sihr. Firavun o iman etgan sihir jadigarlarga dedi ki, men sizlarga ruxsat bermasdan men eng cho'ng Rob bo'lsam, mening ruxsatimsiz
Sizler Musa'nın Rabbiga iman etdingizmi? Ko'rdigan kuningizda endi ko'rsatma. Musa'dan ibaret büyük muallimingiz sizlarga ta'lim beribdi. Endi men sizlarni çapraz bir şekilde o'ng qo'l, sol put, sol qo'l, o'ng put. Mushunda kesib tashlayman. Sizlarni osaman dag'a. Qo'mining shaxslariga osaman dedi. Deganda ular dediki, la dayr, mesele yok. Biz fakat Allah'ның haqiqatini bildik. Bu haqda tushuntirmiz. Nima qilsan qil. Yana bir oyatda faqdi ma anta qadin innama taqdi hadihi al-hayatad dunya. Ey Firavun, ey zalim, ey diktator. Ey numussiz, sen nima qilsan qil, faqat mush dunyodan qila olaysa, bedenimizga yo'l olaysa, bedenimizni kesalaysa, ammo ruhimiz Alloh bilan bo'ladi. Bizning maqsadimiz faqat Allohning roziligi bo'lsa bo'ldi. Bu haq yo'lda ketsak biz rozimiz dedi. Buni Alloh subhanahu va taolo bizga qissa qilib bayon qildi. Nima uchun desa, bu qissadan bizga hissa elishimiz uchun. Kerak bo'lsa mu'min muvahhid o'zining iymon yo'lida, haqiqiy da'vosi yo'lida qilich oldida, oldida bosh egmaydigan bir ulgulikni Alloh taolo bizga yetildirish uchun bularning qissasini qiyomat qadar Qur'onda tilovat qilingan ilohiy tamg'u bilan tamg'u bosdi. Bular bu yerda qo'liq qilich olgan emas edi. Jillab inqilob qilgan emas edi. Jillab ko'rash qilgan emas edi. Bir qancha minut, bir qancha soat burun Firavun tarafida turib Musa alayhissalatu vasallamga qarshi o'zlarining sehrlarini maydonga tashlagan sehr jodugarlar edi. Haqiqatni bildi, haqiqatni topgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning inoyati ularning qalblarini yo'rtish orqali dag'a esildi. Shuningga o'xshash o'nlagan qissalar mavjud. Masalan, Ashabul Kahfning qissasi deymiz, Ashabul Uhdudning qissasi deymiz. Tirik o'tga tashlanganlar. Eningdan boshqa Sümeyye birinchi qatimliq ayol shahid. Eningdan keyin Bilal, eningdan keyin Yasir sahabalarning ichidan. Bularning hech qaysi qo'lida qurol yo'qdi. Qo'lida qilich yo'qdi. Faqat haq yo'lida haqni deb qulluqqa qarshi turib, zulm istibdodga qarshi turib, shirkka qarshi turib, haq yo'lda ching turgan insonlar edi. Eningdan boshqa bizning Uyg'urlar tarixidami? Tabiiyki haqni deb shaytonlar jiq edi. Yaqinqi tarixda masalan Abduxoliq Uyg'ur deymiz. Ochil degan she'r uchun bir she'r, bir haqiqat, insonlarni uyg'otadigan bir inqilobiy aqartish she'ri. Shuning uchun kalla selindi. Lutfulloh Mutallib deymiz. Eningdan keyin Kiram Abduvali, Kiram Jihad deb nomi Kiram Qarkan masalan kuchaliq. Shumi faqat Xitoy qarshi, zulm qarshi, kommunizm qarshi, numussiz kommunist qarshi haqni deganligi uchun 25-26 yil turmda yetib shahid qilindi. Buning qo'lidan bir qurol yo'qdi va yoki bo'lmasa pichoqning suniqi yo'qdi. Abduxalil Abdumejid deymiz. Masalan, G'o'lji inqilobininki tashkillovchilardan biri. Buning qo'lida hech narsa yo'qdi. Faqat dinsizlarning qo'rqaydig'ini haq so'z, haqiqat, haq kelima va zolimlarning xuyining bir shuki, sözge söz bilen cevap veremegende sözge kılıç bilen, sözge turmu bilen, sözge küçü bilen cevap verdi. İbrahim İsmail deyimiz onun ağaç kişileri. Ve İsmail Hacım deyimiz yeni sağlık. Turmuda şehit oldu.
Xitayning jallatlarına baş egmesden. Onunga o'xshagan onlagan, yüzlügen şehitlerimiz mevcut. Bular zalimga mayil olmaganlar. Mana mush ayetning mazmuni bo'yicha zalim oldida baş egmaganlar. Zalimning zulmiga qarshi turganlar. Qulluqqa yo'q deganlar. Hurlik uchun, hurriyat uchun, Allah rizolig'i, Allah'ning jamoli, cennet uchun, haq va haqiqat, adolat uchun jon berganlar. Mana bu imanning taqozzosidandir. Allah subhanahu va taolo hammamizni iman sinoqlaridan o'tishga, imanning taqozzosi bo'lgan zulm istibdod qarshi turishga, zolimga mayil olmaslikqa muvaffaq qilsin. Bu yo'lda o'zining issiq qonlarini bergan barliq shehidlarning shahodatlarini qabul qilsin. Barliq qarindoshlarimizni, mu'min muvahhidlarni, inqilobchilarni mushlarning orqasidan minishga, vijdonini, iymonini sotmaslikqa, vijdon iymon tufaylidan kerak bo'lsa sinoq kelsa, mana shundaq siqqanlardan kechalishga Alloh muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.